erini masalan deylik boshqa davlatdan O'zbekistonga olib kelish uchun farzandlarini urayotgan, qiynoqqa solayotgan, ularni shu yo'l bilan shantaj qilayotgan ko'p videolarni ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda. Ularning muammosi nimada? Ular yoshligida haqiqatdan ham ota-onasidan kalta yeb katta bo'lgan manipulyatorlar. Manipulyatsiya orqali erini manipulyatsiya qilishmoqchi bo'lishadi. Bu ham nosog'lomlik, lekin biz agar ularni ayblaydigan bo'lsak, ular baribir tuzalmaydi. Ularga haqiqatdan ham psixiatrlik kerak. Ularni o'sha terapevtlar davolamaydi, ular bilan psixiatrlar ishlaydi. Ya'ni bolasiga og'riq berilayotgan, chunki u hali bolasini shu qiynoqqa solayotganda u hali ota-onalik mas'uliyatini olmagan ayollar. Ya'ni o'zi hali ham bola pozitsiyasidagi ayol va shu qadar ko'p kalta yeganki, o'zini tanasidagi og'riqlarni o'chirgani uchun bolasini ursa ham o'sha anaqani his qilmaydi.